yaxshi kayfiyatda bayramga tayyormisiz? Hamma she'rlarini, qo'shiqlarini yod olgan, esingizda? Kechagi hayajonimizmi? Hayajonimiz yo'q, Bunda bayramga mana she'rlarimizni bir yodga olamiz. Mana Zimnovoz she'rini bir yodga olamiz. Hozir javob bo'laman. Misoli gullardan haqiqatman do'stlarim, buyukdir orzularim. Yaxshi. Juda ham yaxshi yodlabdi. Qani xosiyatdan ham eshitamiz. Chiroyli qilib. Demak, hamma she'rlarni yodga oldi. Barakallah Zarina. Sahnada ham xuddi shunaqa chiroyli qilib aytib beramiz. Qani endi chiroyli kayfiyatda zal tomonga yuramiz. Ziyodda kimlar kutyapti? Hamda ustozlarimiz kutyapti. Aziz hurmatli ota-onalar, demak bugungi tadbirimizning asosiy qahramonlari jajji o'g'il-qizlarimizni sahnamizga taklif qilamiz. Marhamat, birinchi B sinfning ustozi Isayeva Shahnoza hamda o'quvchilarni guldiroz qarsaklar ostida sahnamizga taklif qilamiz. Birinchi B sinf o'quvchilarini chiqarib oldik. Demak, assalom ona yurt tonglar o'lkasi. Tarix tafsiringga yo'q nihoyasi, senga bag'ishlanar muqaddas qo'shiq, bu o'zbek elining o'z madhiyasi. Yeah.
hurmatli ota-onalar, ustozlar, hurmatli o'quvchilar, bugun maktabimizning navbatdagi bayram tadbiri, ya'ni 1A va 1B sinflarda savodxonlik bayrami. Bu savodxonlik bayramida barcha jajji o'quvchilarimizga kelgusida ulkan zafarlar, sihat, salomatlik va omadlar tilab qolamiz. Kelgusida o'quv fanlarining hammasini a'lo baholarga o'zlashtirishni tilab qolamiz. Yana bir marta hammalarga o'tgan bayramlar bilan, kelayotgan bayramlar bilan tabriklaymiz jamoamizdan. Rahmat. Rahmat fikrlaringiz uchun. Demak, mana shu o'quvchilarimizga qalam tutgan aziz ustozimiz Isay va Shahnoza opamizga beramiz. O'quvchilariga iliq fikrlarini aytadi. Marhamat. Avvalambor assalomu alaykum. Mehribon munis onajonlar hamda mehribon ustozlar, jajji bilimdon o'quvchilar. Mana bugun biz savodxonlik bayramida yig'ilib turgan ekanmiz. Bu bayram boshqa bayramlardan o'xshamaydi. Bu bayram hayotimizda ilk bora nishonlanadigan bayram. O'quvchilarimizda katta hayajon bilan turibdi. Bu o'quvchilarimizga kelgusida savodxonlik olgan bilimlarini kelasi ishlarida shuni rivojini ko'rishini, samarasini ko'rishini so'rab qolamiz. Barcha samimiy tilaklarimiz shu o'quvchilarimiz uchun. Rahmat iliq fikrlaringiz uchun. Demak, aziz o'quvchilarimiz ishtirokida ustozlarim qo'shig'i. Marhamat.
jasur o'g'lonlari go'zal qizlariga harflardagi she'rlarni aytadi. Marhamat. Assalom mehmonlar, mo'tabar suyuk, assalom ustozlar, nomlari buyuk, assalom otalar, baxtim posbonim, assalom onalar, xudoyjonim. Salomdan boshqa Ahmad Ihlom salom, bu dunyoda eng singil, eng aziz mehmonlar, aziz ustozlar. Salom, assalom. Ustozlarning o'qitib dilimizdan joyladik, katta hayajon bilan bayramimiz boshladik. Vohada Toshkentda men guvohi maktabda vatanimga tanitdi ustozimning ilk darsi. Bugun bizning sinfda juda katta tantana bilimini namoyon qiladi har bir bola. Endi o'quvchilarimiz so'zlarini qo'shib birga jumla to'pa olamiz. Qadim aytadi bitta tashrifni yuragimga joyladi vatan odamim. Qancha uning yosh bor barchasini bilaman, bilim olib zaxiram sizni xursand qilaman. Alloh sharifan to'g'ri o'rganda olimlar qabilasiga borsaga alifbodan. Alifbo bo'ldi sizlar bilim yo'lda yo'ldosh. Sochdi ziyon nurini bo'lib misol quyosh. Alifboni chaqirsak, birga qarsak chalsak, kelar bizga mehmonga shu ajoyib makonga. Alifbodan kelaqol, bizga mehmon bo'laqol. Alifbek mening ismim, harflar mening jismim, nutqqa boy kitobman, turli tumandir rasmim. Istasang shu falakda oyni olib beraman, harflardan bo'yningga marjon taqib qo'yaman. Alifbekman bilsangiz, hamrohdirman kelsangiz, xursandman a'lo o'qib, bilimga zo'r bo'lsangiz. Assalomu alaykum ko'zlari chanqoq, bilimdon o'quvchilar. Men sizlarni sevimli kitobingiz Alifbekman. Assalomu alaykum ota-onalar. Savodxonlik muborak, bayram shodlik muborak. Men birinchi kitobman, Alifbekman, o'rtoqman. Nur taratib harflarga, do'st bo'ldim men sizlarga. Aziz bolajonlar, men sizlarni 6 oyda olgan bilimlaringizni sinash uchun keldim. Meni har bir varoqlarimni o'qib, savodxon bo'ldingiz. Meni avaylab, toza saqladingiz. Sahifamdagi matnlar sizga yoqdimi? Qani bo'lmasa harflar tiliga kirsin-chi? Assalom aziz maktab, assalom mehribon qilib, assalom ey ustozim, avvalo sizga ta'zim. Bor doim maktabi buyuk bo'lmoq maqsadi bag'rida qiz abad umr sodiq qolgan. Doim taratgan dostonim, vatan sog'ib bostonim, bizga bugun
ustoz Jamila var. Vodilaring gullagan vatan bog'icha, bag'rida yeraversa men baxtlarni quchaman. Hatto xalq orasida sizni talab olganman, yaxshi bola mastini sevib o'qib olganman. Yaxshi yomon haqida derdek o'qidim, yaxshi yuzlar derdek o'qidim. Zo'r olim bo'lay desang, ziyoga to'lay desang, kitobga bo'lgan o'rdim, kitob o'qiyni har choq. Lola 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 o degizlar har zamonda o'tir o'rtoq bo'laman, O'zbekiston so'zini faxr bilan yozaman. Shamoqdek shoshmasini, daryodek toshmasini, yerga sochma sharqingni mehnatlar soqar. Men sharafsevar, narxamni ishga qodirman, ustimdagi egnimni o'zim tutga olaman. Hovlida pishdim yo'q, pishdim qovur tarozda, keling xizmat qilamiz hasharga keling do'stlar. So'zlaysizga xitobim, sovg'a o'qish kitobim. Aslo yetmay marog'im, oqlang so'zim salmog'im. Kitob bilan do'st bo'ling, doim odobla tuting. G'ijimlamang, keltirmang, keyin uyalib yurmang. Kitob bizning do'stimiz, aqlu idrok so'zimiz. Kitob bilan do'stlashsak, ravon bo'lar so'zimiz. Aziz bolajonlar, sizlar meni juda ham yaxshi o'rganibsizlar. Mendan harflardan esa so'zlar to'shishni o'rgandingiz. Endi sizlarning savodingiz chiqdi. Men sizlarga o'qish kitobini sovg'a qilaman. Sizlar u kitobdan she'rlar, hikoyalar va ertaklar o'qiysizlar. Aziz bolajonlar, men kabi u kitobni ham yirtmay, asrab, avaylab, toza saqlanglar. Xo'pmi? Xayr bolajonlar. Thank you.
ko'ramiz. Demak, menga hozir orada qiziqarli shart qo'yish uchun 4 ta ko'ngilli ota-ona kerak. Afzalbek to'yis chiqdi. Yana bormi bitta dona? Bitta dona ota-ona. Nega yuragida o'ti yo'q ota-onalarimiz yo'qmi? Farzandlaring rosa xafa bo'ladi, videosi chiqqanda oyijon nima chiqmadingiz? Yoki bujonlarimizdan iltimos qilamiz bitta ko'ngilli ota-onani chiqishini. Qani bormi? Juda ham passivsizlar ota-onalar, sal aktiv bo'lamiz. Qani? Demak mana chiqdi. Sarvar, bizga mana uni sal buyoqqa olib berasan. Bunday hurmatli ota-onalar, bizga ro'mollarimizni yordam berib borasiz, Iroda opa. Feruz siz qarashib boring. Keng. Demak, shartimizni tushuntiraman. Demak, bu jonlarimiz biladi, hayot to'qmoqlaridan, yo'llaridan, o'nqir-cho'nqirlardan o'tib shu darajaga yetgan, to'g'rimi bu jonlar? Demak, farzandlarimizni uylantirganmiz, qiynalib, qizlarimizni chiqarganmiz. Hali bular u darajada emas, endi maktabga chiqarib farzandlarini Alipi bayramlariga kelib o'tiribdi. Demak, mana shu so'qmoqlardan sizlarga ozginagina yo'l ko'rsataman. Buni yaxshi boylanmadi, yaxshilab boylaylar. Yo'laman. Demak, ana shu nakitkalar mana shu joyimizda saqlanadi. Bu yoqqa yetalab olib kelgan Iroda opa. Ko'zi boylangan onajonlarimizni bu tarafga olib kelasizlar, sen mana bu yerga ter. Demak, g'olibga priz bor. Birinchi o'ringa Malibu. Demak, Malibu olib ketadigan ota-onalarimiz harakat qiladi. Qaytishda farzandlari bilan Malibuda ketasizlar mazza qilib. Demak, shartimiz shunday, terib tashlaylar nakitkalarni. Hammasini teringlar. Demak, mana shu sizlar ko'zlaring bo'ylab turgan joyda narigi tarafda men turaman, meni ovozimga qarab shu yo'lda o'tib borasiz. Birinchisi borasiz, Afzalbek to'yjonisi. Demak, siz nechta nakitkani yiqitsangiz, shuncha balingiz kamayadi. Iloji boricha orasini yaqinroq qilamiz. Demak, mana shu yo'lda qancha qoqilmasdan, suqilmasdan, demak, yetib borsangiz, nakitkalarni kam yiqitib. Tezroq yurasiz. Juda yo'q, to'g'ri yurib borasizlar. Demak, nechta mana bular orasini zichlashinglar, mana shunday yuradi. Demak, mana shu so'qmoqdan nechta yiqitsangiz, demak, sizni balingiz kamayadi. Eng kam yiqitgan onajonimizga mana buni orasiga yaqinlashtirib qo'yavering. Mana shu yerda turasiz. Demak, meni ovozimni eshityapsiz. Demak, men nariyoqdan kelavering deyman. Meni ovozimga qarab borasiz. Agar siz nechta nakitkani yiqitsangiz, agar kamroq yiqitsangiz g'olib bo'lasiz. Agar ko'proq yiqitsangiz mag'lub bo'lasiz. G'olibga sovg'amiz bor. Yo'q, xohlang, to'g'ri yuravering. Xohlang, oyog'ingizni katta-katta ochib yuring. Xohlang, mayda-mayda ochib yuring. Meni ovozimni eshityapsizmi? Kelavering menga qarab. Menga qarab kelavering. Tez-tez yuramiz. To'g'ri yuring. Yonboshlamay to'g'ri yuring. Yuravering. Yuramiz. Молодец, yetib keldi. Qani urvolar, ko'zingizni ochmang. Urvolar. Endi ikkinchi onajonimiz. Demak, Afruzlar oilasi. Madina Malibu kerak bo'lsa tezroq yur. Keling, Madina. To'g'ri yurasan. Ketdik. Yur. Demak, Ibrohimning oilanasi sizlar o'yinib katta
boradi. Qani, yurasini, ketdik. Men ovozimga qarab keling. Kelavering. Ya, mana bu olib ketasiz. To'laqay, keyin meni oldimga. Yuring, kelavering. Bugun Xalqaro avtobus emas, mana bu qat'iy. Kelavering. Keyin meni ovozimni eshityapsizmi? Kelaqay. Qo'rqmay yuring. Qaydanay siz olganda qo'rqmagan-ku. Ikkilanmasdan bergan o'g'liga. Demak, ota-onalarimiz, sevimli onajonlarimizni ko'zimizni ochamiz. Demak, mana shu yo'ldan yurib keldilaring. Bu hayot yo'li emas, sahnadagi yo'l, iloyo hayot yo'lida qoqilmanglar. Qoqilmasdan, so'qilmasdan yurish hammalaringga nasib qilsin. Endi to'xtab turasizlar. Demak, agar sizlarga Malibu bergan bo'lardi. Lekin hozir yiqitdi. Hamma yiqitib ko'rdilaring-a. Demak, Malibu yana o'zimda qoldi. Mana bu senga, mana bu sizga. Demak, eng bitta yiqitdi afzal. Eng oyijonisi. Qaranglar endi. Farzandlaring bilan dars qilganda men o'shani Arifiy bayramida yutib kelgandim deb faxrlanib ishladik. Qancha chalib qo'yamiz onajonlarimizga, qani joylarimizga o'tib olamiz. Rahmat. Yordamchilar yig'ishtirib olamiz. Iltimos, yordam berib olasizlar.
hurmatli ota-onalar. Demak, endi menga yana 4 ta ko'ngilli chiqmagan ota-onalar chiqsin. 4 ta farzandini yaxshi ko'radigan, boyat anaqada chiqmagan ota-onalar chiqsin. Kelinglar. Kim keladi? Demak, Xosiyat oyijonisi, kimni Zilolani oyijonisi, yana qani Iforani oyijonisi. Yana bitta chiqinglar, kelinglar, qani. Kim bor? Yana bitta ota-ona. Demak, farzandini yomon ko'rar ekanda. Chiq, Marjonani oyisi chiqadi, kel. Tur. Marjonani oyisi chiqadi, chiq. Hurmatli ota-onalar. Hali uy qurib ulgurmagasizlar. Qaynonalaring qurib bergan, qaynotalaring qurib bergan uyda mazza qilib yashab yotibsizlar. Endi hozirgi shartimizda hamma o'zi uchun uy quradi. Qurgan uyini ko'tarib turadi. Qaynonalaring, qaynotalaring peshona teri bilan ko'tarib qurgan uyda mazza qilib faqat yashab beryapsizlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 tadan cho'p beraman sizlarga har birlaringga. Demak, o'sha 8 ta cho'pdan demak shunday uy yasanglarki, uylaringni qolganlarga ko'rsatinglar. Kimlardir qaynonasi bilan kelgan, demak qaynonalaringga maqtanasizlar. Mana sizlar qurgan uydan men ham qurishni bilaman deb. Yo'q. 1 2 3 4 hozir tushuntiraman. Qarang, mana sizlarga 8 ta cho'p. Demak, shunday quringlar uyni. Ozgina aytaman, ana shu qotib qolgan boshni ishlatamiz. Demak, farzandlaring yasagan bu uyni. Endi qani onajonlaring yasalarmikan, yasalmasmikan? Demak, o'sha uychani yasaysizlar. Yasang. Keyin o'sha qurgan uylaringizni ko'tarib ko'rsatasizlar xalqqa. Boshlari yasanglar. Qani, keyin bitta muzika qo'yib yuboramiz, DJ-mizni iltimos qilamiz. Rahmat. Qurib bergan uylaring uchun desizlar. Demak, tugadi. Demak, bu shartimizda g'olib chiqmadi. Kimlardir qaynonalari, hali qaynotalari videoda ko'rayotgan bo'lsa, aytadi: "A, men qurgan uyda mazza qilibsan-ku. Men o'zing uycha qurolmabsan-ku" desizlar. Mana men uychani yasab qo'ydim. Mana turadi, ko'rdilaringmi? Mana 8 ta cho'pdan, mana bitta qo'limda ko'rsatyapmanmi? Bitta qo'lda. Demak, qiyinmikan? Mayli, qiynalsalaring ham sizlarga prizimiz bor. Malibu olmasalaring ham. Mana kiriylanmagan. Mana sizga. Demak, uyning bugun mana berayotgan qalamimda uyni chizasizlar, chizmasini. Keyin kallalaringni qotirib,
yasaysizlar. Demak, hozir oyijonlarning qaynonalari chiqadi, yasab beradi. Savat to'qigan, mana. Hech qanaqa kilaylanmagan. Mana buni, mana bir-biriga qaratib yasalganda, mana buni metga qo'yganda ushlab turibdi, mana. Ko'rdilaringmi? Ana. Demak, qarsak chalib qo'yamiz. Rahmat ishtirok etgan ota-onalarga. Serдечко разница. Обмазать сердечки, косички и колечки, а в руках ромашка, девочка-милашка. Обмазать сердечки, косички и колечки, а в руках ромашка, девочка-милашка. Обмазать сердечки, косички и колечки, и в руках ромашка, девочка-милашка.
Vaqtimiz hali turibdi. Qani kim chiqadi, chiqinglar. Judayam passiv ota-onalar. Bir sinf bo'lmaqanglar. Qani kim chiqadi? Chiqmagan ota-onalar bormi chiqishga? Shahnoza otalar. Shahnozaga o'zingiz sizga kerak 4 ta stolchik. Olib kelib yordam berib borasizlar. Qani kim bor yordamchilardan? Turib olasizlar. Oltita yana bitta stolchik kerak ekan. Ota-onamiz oltita ekan. Madina bitta stolchik olib berib bor, Madina. O'tirib olishga harakat qilasizlar. Agar kimda kim o'tira olmay qolsa, xafa bo'lish yo'q, o'yinni tark etadi. Qani bizga DJmiz iltimos qilibdi, sho'x chiroyli muzika qo'yib beradi. Qo'llaring ko'tarib chiroyli o'ynaysizlar. Ketdi. Qo'llarimizni ko'taramiz. Demak, o'yinni tark etadi. Kim oyijonim dedingiz? E'zozani oyisi. Biz o'yinimizda hech kim xafa bo'lmaydi. Demak, mana shu qalam bilan qarasizlar. Ketdi. Qo'llaring ko'tarib o'ynaysizlar. Qani o'tirib olamiz. Demak, tark etadi. Kim oyijonim dedingiz? Nuronani oyijonisiga mana qalam. Nuronaga rasm chizdiramiz. Mana qo'limizni ko'tarib o'ynaymiz. Ketdi. Mana qo'llarimizni ko'tarib o'ynaymiz. Qo'llarimizni ko'tarib o'ynaymiz. Demak, dadaxonni oyijonisi ham o'yinimizni tark etyapti. Afsuski, men sizni Malibu yutadi deb o'ylagandim. Atrofidan uzoqroq aylanamiz, uzoqroq. Uzoqdan yugurib ketsa zavqi boshqacha. Ketdi. Uzoqroq o'ynaymiz onajonlar. Qani o'tirib olamiz. Demak, Zarnigorda oyijonisi men bugun Xalqilobodga Malibuda ketasizlar deb o'ylagandim. Rossa ham Xalqilobodga ketishini xohlagandim. Avtobus o'rniga Malibu qatnashini. Qani bitta stolchik, ikkita ota-ona. Ketdi. Qo'llarimizni ko'tarib o'ynaymiz. Qo'llarimizni ko'taramiz onajonlar. Ketdik, sakrab o'ynaymiz. Qani. Demak, o'yinimizning g'olibi afsuski yutqizdingiz, xafa bo'lish yo'q. Vatan Ramraqa ko'chasi yutqizdi. Demak, Ilyosbekning oyijonisi yutdi. Demak, sovrin beramiz. Rahmat. Guldiroz qarsak chalib qo'yamiz onajonlarimiz uchun. Qani joyimizga turib olamiz. Tayyor. Il attend devant cette photo d'antan. Il n'est pas fou, il y croit c'est tout. Il la voit partout, il attend debout. Une rose à la main, à part il n'attend rien. Rien autour n'a de sens et l'air est lourd. Le regard absent, il est seul et parle souvent. Il n'est pas fou, il aime c'est tout. Il la voit partout, il attend debout, une rose à la main. Non, plus rien ne le retient. Dans ses love stories.
dans ses love stories, dans ses love stories, ses love stories. Prends ma main, promets-moi que tout ira bien. Serre-moi fort, près de toi je rêve encore. Oui, oui je veux rester, mais je ne sais plus aimer. J'ai été trop bête. Je t'en prie arrête, arrête, que je regrette. Non, je ne voulais pas tout ça. Je serais riche et je t'offrirais tout mon or si je t'en fiche. Je t'attendrai sur le port si tu m'ignores. Je t'offrirai mon dernier souffle de vie dans ma love story, dans ma love story, dans ma love story, ma love story. Une bougie peut illuminer la nuit. Un sourire peut bâtir tout un empire. Il y a toi, il y a moi, personne n'y croit, mais l'amour fait d'un fou. Ah ouais, si tu m'ignores, je me battrai encore et encore. C'est ta love story, c'est ta love story, c'est l'histoire d'une vie, love story. Rahmat, gulduros qarsak chalib qo'yamiz. O'quvchilarimiz qimirlamaydi. Bosh kiyimlarimizni kiyib olamiz. O'quvchilar hammasi. Demak, hurmatli otanglar, qator bo'lib turib olaylik. Kichkinagina surpriz o'quvchilaringdan qator mana bunday aylana shaklida turinglar hammasi. Iloji bo'lsa yarim yilga
bo'laman, otam hoji bo'laman. Jannatim kalitiz, otam mening, yelkamda qanotimsiz. Demak, hurmatli onajonlarimiz, hammamiz ko'zimizga yosh oldik. Qo'llaringdagi sertifikat umra sertifikati. Xudo xolasa nasib qilsin, bolalaring bilan, farzandlaring bilan Allohning baytiga chaqirib, sizlar farzandlaring xuddi mana shu sertifikat haqiqisini olib kelganda bir mana shu ko'z yoshli eslab, alif bayramni eslab, ustozimizga rahmat deb qo'yasizlar. Rahmat sizlarga ham joylaringga o'tirib olasizlar. Tabrik so'z uchun ota-onalarimizga navbat beramiz. Qarib chiqadigan ota-onalarimiz bormi? Tabrik so'z uchun chiqamiz onajonlar. Tabrik so'z uchun bolajonlarimizga sovg'alari bor. Demak, marhamat. Avvalambor assalomu alaykum. Mana shu maktabimizning ustozlari, mana shu yerga mehmon bo'lib kelgan ota-onalarimiz. Mana bugun birinchi A sinfning biz sinfning savodxonlik bayramiga kelgan ekanmiz. Bolajonlarimizdan juda ham xursandmiz. Ustozlarimizga, raqqosa qizimizga ming rahmatlar aytamiz. Juda ham chiroyli savodxonlik bayrami bo'ldi. Hammalariga rahmat, xush kelibsizlar. Ustozlarimizga juda ham katta tashakkurlar aytamiz. Xizmatlaringizga rozi bo'linglar. Rahmat hammalarga. Rahmat sizlarga ham fikrlaring uchun. Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar, ustozlar va jajji bolajonlar. Mana bugun ularning savodxonlik bayramiga yig'ilgan ekanmiz. Men mana shu Shahnoza qizimga omad tilayman. Doimo sog' salomat bo'ling. Pedagogik faoliyatingizda mashaqqatli faoliyatni doimo yengib yuring. Mana shu bolalarga bilim berishda hech qachon charchamang. Omadingizni bersin. Bolajonlar ham mana shu ustozlaringga doimo hurmat qilib, ustozlaring aytganini qilib yursalaring. Hammalaring olim bolalar bo'lib yetishinglar. Rahmat sizlarga. Tadbirimizga bosh bo'lgan barcha ustoz murabbiylarga, qolaversa shularga yordam bergan ota-onalarga o'z minnatdorligimizni bildiramiz. Jajji o'g'il-qizlarimiz kelajakda vatanimizga, elimizga, yurtimizga kerakli o'g'il-qiz farzand bo'lishlari